Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan qiziqarli fizik tajribalar qilishni boshlaymiz. Hozir mana bu yerda demak ikkita mana bu plastik idishlar, stakanchalarni biz qilamiz. Olov bilan yonishini nima qilamiz? Rostdan ko'radimi? Demak, biz buni kuzatishimizda bittasiga suv quyamiz. Albatta texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Hamda mana bu yonmaydigan narsalar qilishimiz kerak. Uylarning ota-onamizning nazorati ostida qilishimiz kerak. Yana uyga o't qo'yib yubormaylik. Albatta buni nima qilishimiz kerak? Qo'rqma, isma bo'lmaydi. Mana bular yoqsa bu nima qilib ketadi? Yonib ketadi. Oxirgacha yonadi. Oxirgacha yonmaydi. Bunday qilsa faqat suv bo'lgan joy yonadi. Voy. Chunki ehtiyot bo'lishimiz kerak, uni yonib ketadi. Yo'q. Bo'libdi. Bo'ldi. Mana bu suv qolib ketadi, suv qolib ketadi. Shekilli. Yo'q, hayır. Taxtayam erishib boshlayapti. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yo'q, bo'ldi. Qo'yqaman men. Voy. Uni o'chirdi. O'zi nima qiladi? Yonib o'chadi. Ana nima dedim? Men nima dedim? Men buni qo'yganman. Suv nima qilmaydi? O'zini olov o'tkazdirmaydi. Demak, issiqlikni o'ziga oladi, qolgani yonmay qolib ketadi. Bunda suv bo'lmaydi. Men buni qo'yganman. Ha tomonni nima qilib ketdi? Yonib ketdi. Demak, Men men shunaqa bo'lishini bilaydim men. bolajonlar bilan xayrlashamizmi? Mana bu. Har